Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Keling birgalikda tushlik uchun yoki kechki taom uchun non palov tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshladik. Qozonni olovga qo'ydik. Baland olov yoqamiz, yog'ni qizdirib olib, kartoshkani shunaqa o'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Kartoshkani baland olovda yaxshilab qovuramiz. Mana bitta aralashtirib tekislab solib qo'yamiz. Kartoshkaga tegmaymiz. Baland olovda bir yoq tarafi yaxshilab qizaradi. Kartoshkani o'rtacha pishirib olamiz. Ko'rdinglar, mana tegmadim. Endi yana bir 5-4 daqiqadan keldi. Mana aylantirdim. Yana tekislab qo'yamiz va yana boshqa ishimizni qilib turamiz. Ya'ni boshqa mahsulotlarni artib turamiz. Kartoshka yaxshilab pishib olish kerak bo'ladi. Xohlasanglar non palovga kartoshka solmasdan tayyorlasanglar ham bo'ladi. Men kartoshka solib tayyorlashni xohladim. Albatta bu tayyorlagan o'zimning retseptim, o'z oilamga qanaqa tayyorlasam shunaqa ko'rsataman. Mana kartoshkalar yaxshilab qizarib, salomkaga o'xshab qizarib qotib oldi. Albatta bu taomimga nima ketishini video so'ngida yozib qoldiraman har doimgidek. Piyoz solamiz mayda to'g'rab. Ziravorlarni piyoz ustidan solamiz. Piyozni yaxshilab tuz orqali, ya'ni tuz piyozni yaxshilab yumshashiga yordam beradi. O'zim uyda tayyorlagan tomatimdan soldim. Ya'ni bolgarskiy pomidor qishga deb yopib qo'yganimdan 1,5 osh qoshiqcha solib qo'ramiz. Endi kartoshkani qo'rayotganimizda baland olov edi. Endi o'rta olovga tushirdik. 3 daqiqa qovurib turamiz. Bu yoqda boshqa mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Uyimizda pomidorlar kelib qoladi. Ezilganlarni ajratib olib qo'ygan edim. Shuni blender yordamida maydalab olamiz. Qizijo'rlar tayyorlab ko'ring, albatta juda ham mazali chiqadi. Birpasda tezda uyda go'sht bo'lmay qoladi. Masalan, har xil sharoit bo'lib qoladi. Go'sht bo'lmasa ham juda ham mazali chiqadigan taomlarimizdan biri. Juda kam xarj. Uyimizdan nonla suv qochib qolishi mumkin shunaqada tezda tayyorlab olsak bo'ladi. Mana pomidor maydalab oldik. Yarimtadan svetofor yashil qizil bolg'arni shunaqa kattalikda to'g'rab olamiz. Bu yoqda o'rta olovda mana piyozni qovurib turamiz. Kartoshka, tomat, ziravorlar bilan mana shu bolg'arni solamiz. 1-2 qovurib turamiz. O'rta olovda albatta qizajonlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Endi mana suv qochgan nonlarimizni olamiz. To'raymiz. Menda 1,5 ta non ketdi. Uvol qilmaymiz. Non shoxlarini bittalab terib olamiz. Qizajonlar ahamiyat beramiz har doimgidek. Non bo'laklarini xohlasanglar sal maydaroq to'raylar. Men katta to'radim. Chunki mayda to'rasam juda ham yumshab ezilib ketib qolmasin dedim. Non ko'rinib tursin degan maqsadda. Kartoshkani esa o'rtacha kattalikda to'radim. Shu qovurilganda pishib ketadi. Ko'rasizlar. Sekin asta tayyorlab olamiz. Bu yoqda o'rta olovda bu aytganimdek piyoz, kartoshka, ziravorlar qovurilib turibdi. Qizajonlar, albatta kommentariyada yozib ketinglar, sizlar non palovni qanaqa tayyorlaysizlar? Yanaqa kam xarj qanaqa retseptlar bilasizlar? Menga yozib qoldirsanglar, men video qilib tayyorlab ko'rsataman qo'ldan kelgancha. Mana o'rta olovda qovurilayotgan sabzavotlarimizga nonni soldik. Bitta yaxshilab aralashtiramiz. Mana non shoxlarini uvol qilmadik, sovordik. Yarimtasini olib qo'ydim ko'rsatganimdek. Bitta yaxshilab aralashtiramiz. Chunki nonni hozir aralashtirmasak, ustiga tuxum solsak, tuxum nonni shim oladi. Shuning uchun bitta aralashtirib oldim. Qizajonlar kartoshka solmasdan ham tayyorlashadi non palovni. Men kartoshka solib tayyorladim, sal vaqtliroq bo'lsin deb ko'pchilik bo'lganimizga. Boyagi blenderdan chiqargan pomidorni soldik. Tuxumni mana 3 ta tuxum soldim. Yaxshilab tuxum sarig'i bilan oqini aralashtirib olamiz. Shunaqa qilib tepaga tortib qo'ylasak, ya'ni aralashtirsak, tuxum bir joyga tushib qolmaydi. Hamma joyiga bir xilda tuxum aralashib, yoyilib tushadi degan maqsadda tuxumni shunaqa qilib soldim. Idish tovarlarimizni hammasini qoshiqlarimizni yaxshilab chayib olamiz oxirida. Qizajoylar ko'ryapsizlar, mana shunda bir 100 ml oddiy pomidorni chiqargan blenderning idishida chayib sovordim. Hammasini video so'ngiga yozib qoldiraman. Isrof qilmasdan mahsulotlarimizni, idishlarimizni, yog'larimizni yuvib, ya'ni yaxshilab sidirib tushirib olamiz. Isrofga bo'lmasligi uchun ahamiyat beramiz. Va albatta oilamizda baraka bo'lishiga, taomlarimizda va turmush o'rtog'imizni, adajonimizni, farzandlarimizni topib ketgan pullarni barakasini berishiga ham yordam beradi.
Qizajonlar, har doimgi videolarim so'ngida retsept nima ketganini yozib qoldiraman. Opisaniyada ham albatta fikr mulohazalaringizni kommentariyga yozib qoldiringlar. Mana hammasini chiroyli qilib bitta aralashtirdik. Endi uzog'i 5 daqiqaga past olovga dimlab qo'ydim. Qizajonlar, taomimiz tayyor. Ko'rganingizga yaxshilab aralashtiramiz. Mazali, xushxo'r, juda ham og'zingizda qoladigan taom tayyor bo'ladi. Aziz qalbi go'zal qizajonlarim, albatta tayyorlab ko'ringlar. Agar savol javoblar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Meni qaysi shahardan tomosha qilasizlar? Video retseptlarim sizlarga yoqyaptimi? Albatta yoqayotgan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'lib, o'z fikringizni qoldiringlar. Mana ustiga ukrop sepdim. Chiroyli qilib mana shunaqa qilib oq piyozlardan to'g'rab, ustiga chiroyli dekor qilib dasturxonga tortamiz. Qizajonlar, bir pasa tayyor bo'ldi. Tushlik uchun uzog'i yarim soat 45 minutda tayyor bo'ldi. Mahsulotlarim artib tayyorlab olishim birga hisoblaganda endi yeb ko'ramiz. Mana kartoshkalar ham pishib ketgan, bolgarskilar ham unaqa ezilib ketmagan, nonlari ham unaqa bo'kib ketmagan. Qizni tayyorlab ko'ringlar. Kartoshkani oldin qovurib olganimiz sababi kartoshka ozgina pishib oldi va baland olovda salomkaga o'xshab qotirib pishirganimiz uchun ovqatga maza berdi. Tayyorlab ko'ringlar qizajonlar. Quvvati, ilm va ibodatga bo'lsin.